15 yil staji bor akadan trekerga propan uстановкасы qancha bo'lyapti deganlarga birma-bir hozir zakazlarni bilib, narxini ham bilib olamiz. Qani bo'lmasa usta birma-bir ko'rsatingchi, bu miyasi qanaqa? Bu miyamiz Polshani Gofas 200 miyasi. Keyingisi Keyingisi reduktorimiz. Italyanskiy reduktor 186 kuchiga ega. Hech chiqmaydigan shlankalar original xomutlardan foydalanganmiz. Filtrimiz ham Polshaning filtri. Injektorlarimizga keladigan bo'lsa, Spartingning 031 injektorlar Spartingning. bular skarasnoy, ha? Skarasnoy. Xo'p, orqaga qanaqangi ballonni qo'yib berdingiz? Nechtaligidan qo'yib berdingiz? Orqaga 47 litrli Belarusiyani alonni qo'yib berdik. Zapaska nima bo'lib 3 mingga bo'lar ekanda? Zapaska uzoq yo'lga chiqadiganlarga mana holati mana shunday turadi. Mana holatni ko'rib oldi. Aylanni shunga qilib, Mana shunchalar qilib berishibdi o'rtoqlar, tagigacha. Xo'p, endi bu narsa bu trekerga qanchaga tushdi? bu trekerimizga 4 million 100 ming so'mga ustanovka qilib berdik. 4 million 200 mingga ustanovka qilib berdilar, 4 million 100 ming. 400 million, 4 million 100 mingga. Mana zapravka qiladigan joyini aytdik. Endi qarang, narxlari qanchadan boshlanib, qanchagacha ketadi? Trekerga. Narxlari trekerga 3 million 800 dan 4,5 million 5 milliongacha. Aloqaga chiqaverasizlar, narxlarni eshitdilaring. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Marg'ilondan kelayotganingizda, Kurgdan o'tib Farg'onaga o'tganingizda, yangi qurilayotgan mana Marg'ilon City'ning ro'parasida, to'g'rimi? Birinchi o'sha domda ro'parasida bo'ladi.